Kotelni yoqqanda birinchi AP chiqib turadi. Настройкаga kirish uchun uchta chizuvchani 4 sekund bosamiz. S1 bizada davleniyani sistemaga davleniya to'ldirish. Off turadi, strelka bilan on qilib OK bosamiz. Shunda bizada sistemaga davleniyani ko'rsatadi. Kerakli davleniyaga chiqqandan keyin uchta chizuvchani yana bosamiz, 4 sekund. S2 ga chiqamiz. S2 bizada havo chiqarish. Удаление воздуха. Agar boilerli bo'lsa, ozgina отопление, ozgina boiler qilib haydaydi. Agar boilersiz bo'lsa, вторичный o'zidagi havoni chiqarib yuboradi. S2 ga OK bilan kiramiz, off turgan bo'ladi. Strelka bilan on qilib OK. Kitobi bo'yicha 15-20 minut turish kerak degan. Atak havoni ovozi yo'qolgandan keyin bemalol chiqib ketsa bo'ladi. Uchta chizuvchani bosib turib chiqib ketiladi. Keyingisi S3 bizada gazi turi. OK bilan kiramiz. 2 metan, 3 propan. Bizga 2 kerak. OK. S5 bizada dimoxodni diametrini so'rayapti. OK bilan kiramiz. 76 talik deb 3 tanlaymiz. Koaksialni zavodskoy bo'lsa 2 bo'ladi. S6 dimoxodni uzunligini so'rayapti. Dimoxodda har turbani uzunligi har bitta atot 1 metr, pol atot 1,5 metr hisoblanadi. OK bilan kiramiz. Bizada 10 bo'ladi. OK. S7 bizada sistemani termostatli boshqa наружный datchik o'sha nimali deb so'rayapti funksiyalar. Bizada termostatli boya перемычка qo'ydik. O'sha OK bilan kiramiz. 13 OK. S8 so'rayapti bizdan одноконтурmi, двухконтурmi yoki отопленияni o'ziga ishlaydimi yoki boiler bilan ishlaydimi? Bizada hozir bu yerda boiler datchik bo'lmagani uchun OK bilan kiramiz. Birni tanlaymiz, faqat отоплениyaga ishlaydi. OK. S10 qo'shimcha funksiyalar bormi deyapti. Yo'q deymiz, 0. S11 bugungi sana. 6 OK, 12 OK, 25 OK. S12 bizada soat. OK bilan kiramiz. 17:24. 17 OK. 24 OK. S13 bizada yozgi, qishki rejimga o'zi avtomatik o'tsinmi yoki yo'qmi deb so'rayapti. OK bilan kiramiz. Mana yoqib turibdi, biz o'chiramiz. OK. Bo'ldi, tugadi. End OK bosamiz, ishga tushadi.